Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Bugun sizlar bilan kompyuterni qanaqa qilib juda ham tez ishlatishni yo'lini o'rganamiz. Ya'ni shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, notebook yoki domashniy kompyuterlarimiz eskirib qolgan bo'ladi va kompyuterimiz buni evaziga sekin ishlaydi. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Bu yerda bizga главный operativniy pamять kerak bo'ladi. Ya'ni tez ishlash uchun operativniy pametni qayerdan olamiz? Operativniy pametni oddiy USB fleshkadan olamiz. Ya'ni 4 gigabaytlik 8, 14 farqi yo'q. Katta bo'lishiga qarab, ya'ni 26 yoki 64 lik fleshkalar bo'ladi. Buning uchun biz kompyuterga fleshkani qo'yamiz. Mana men fleshkani qo'ydim hozir. Mana bunaqa fleshkani qo'yaman. Fleshkani qo'ygandan keyin ichini tozalab qo'yamiz, ya'ni toza bo'lishi kerak. Va fleshkani ustiga olib kelib svойство so'zini bosamiz. Bu yerdan biz red bost so'ziga qo'yamiz va 3 ta narsani bizga taklif etadi tanlashni. Bu yerda birinchisi umuman programmani использовать qilmaslikni, umuman qo'ymaslikni va fleshkamizni ham operativniy pamet ham fleshka qilish yo'li va quruq operativniy pamet qilish, ya'ni faqat operativniy pametga ishlash. Biz bu yerda fleshkani ham operativniy pamet ham fleshka qilamiz. Ikkinchi so'zga qo'yib применить ok so'zini bosamiz. Применить ok. Ko'rib turganingizdek, menga hozir 4 gigabayt narsa qo'yilib qoldi fleshkamga. Bu degani operativniy pametim 4 gigabaytga oshdi. Buni qanday sinab ko'ramiz endi yaxshi ishlayotganini? Bu yerda men eng qiyin programmalardan birini ochaman. Qanaqa tezlikda ochishini ko'rasiz. Menda bu yerda Adobe Photoshop bor. Bu o'zingizlarga ma'lum, deyarli qiyin ochadi kompyuterlar, ya'ni sekin. Hozir men ochib ko'raman. Bu yerda ochdi, mana qanaqadir sekundlarda Photoshopimizni ochdi. Bu shundan dalolat beradi, kompyuterimiz tez ishlab boshladi, ya'ni. F5 ni bossak ham mana juda ham tez ishlayapti. Fleshkaga kelganda men maslahat berib o'tardimki, telefonni fleshkalarini qo'ymasni, chunki telefon fleshkalari slabiy bo'ladi. O'sha uchun operativniy pametga может yaramashi mumkin. Oddiy fleshkalar bo'lsa, ya'ni faqat fleshka rolini bajarayotgan fleshkalar, ular bilan ishlash oson. Mana ko'rib turganingizdek, Photoshopni qanaqadir sekundlarda ochyapti. Kompyuterimiz yaxshi ishlab boshladi. Sog' bo'linglar, kelgusi video uroklarda uchrashguncha